Assalomu alaykum va rahmatulloh. Aziz do'stlar, xush kelibsizlar. Kamal Yo'ldosh kanalida Qur'oni Karim suralarini o'qishda davom etamiz. Bugun 9 oktyabr 2022 yil yakshanba. Biz Niso surasini 86 oyatini o'qigan ekanmiz. Bugun ana shu kelgan oyatimizdan inshaalloh davom etamiz. Orada bir muddat uzilish bo'ldi. Jonli yayınlarimizga tanaffus berdik, ham o'zbekcha ham ruscha yayınlarga. Sababi safarda bo'ldim. Varshovaga borib keldim. U yerda Yevropa xavfsizlik hamkorlik tashkilotini har yillik anjumani o'tkaziladi. Odatda Varshovada o'tkaziladi ko'proq. Shunga qatnashdik va bir necha inson haqlari tashkilotlarini taklifi, iltimosi bilan u yerda piket tashkillashtirib berdim. Men endi Polshada yashaganim uchun rasmiy legal holatda buni tashkillashtirishga faqat menda huquq bor. O'zbekistonlik, Qozog'istonlik ikki o'lkadan kelgan inson haqlari tashkilotlari iltimos qilishgan edi. Ikkalasi uchun 2 kun piket o'tkazishga rasmiylashtirish, u yerdagi tashkillashtirish va o'tkazish umuman boshqash bo'lish ga to'g'ri keldi va shuni o'tkazdik. U yerdagi piket asosan O'zbekistondagi va Qozog'istondagi inson haqlarining poymol etilishi va bundan tashqari separatistik chaqiriqlar, chiqishlar bilan bog'liq bo'ldi. O'zbekistonlik mehmonlar asosan Qoraqalpog'iston bilan bog'liq bo'lgan separatistik harakatlarga taalluqli chiqishlar qilishdi. Men endi tashkilotchi sifatida ham O'zbekiston fuqarosi bo'lmaganim sababli u yerda bayonot bermadim. Orada bir matn, inglizchaga tarjima qilingan matnni o'qib berganim bo'ldi, xolos. Bu ham inglizcha o'qiydigan boshqa odam topilmagani uchun. Aslida tashkilotchi u yerda o'zi qatnashishi shart emas. Kelgan ketgan rasmiy tekshiruvchilar, politsiya u joyda xavfsizlik nihoyatda kuchaytirilgan, chunki butun Yevropa bo'yicha, butun dunyo bo'yicha keladi, nafaqat Yevropa, butun dunyo bo'yicha keladi. Va kelganlar orasida faqatgina biz piket tashkillashtirdik, bizga ruxsat berishdi. Bilmayman nega. Balki boshqalar harakat qilishdimi, qilishmadimi, unisi ham noma'lum. Kutilgan ediki, Qoraqalpog'iston separatistik harakat namoyandalari ham kelib, u joyda norozilik mitingi, piketi, chiqishlari uyushtiradi deya gap so'zlar bo'layotgan edi. Ularning birontasi ko'rinish bermadi. Masalan, liderlari o'sha Omon Sagidullayev degan odam keladi deyilyapti. Ko'pchilik kutyapti uning kelishini. Yuzma-yuz ko'rishib aytadigan ancha narsalar bor edi, lekin u odam qorasi ham ko'rinmadi. Uni tarafdorlari juda ovozi past yurishdi. Ajralib chiqamiz degan gapni umuman og'ziga olishmadi. Faqatgina odamlar o'ldi, ularni xotirasiga bir minut sukut saqlaymiz demoqchi bo'lishdi, bo'lmadi. Undan keyin ular qog'ozga o'rashdi. Avval Ukrainada o'lganlar xotirasiga dedi. Qozog'istonda yanvar oyida davlat tarafidan otib o'lganlarning xotirasiga dedi. Shuni endi hamma qabul qilib, mayli endi 1 minut sukut saqlaylik degan paytda orada bir Qoraqalpog'istonda ham o'lganlar deb qo'shib yuborishdi. Endi u yerda hech kim uni burchakka qismadi. O'zi juda og'ir ahvolda edilar. Xullas, O'zbekiston tarafidan kelganlar shu mavzuni ko'tarishdi piketda. Ammo ichkarida rasmiy muzokaralarda, muhokamalarda deyarli faollik sezilmadi. Men endi O'zbekistonlik bo'lmaganim uchun menga unchalik ham qiziq emas, lekin tashqaridan bir qarab turganda shuncha vaqt,
shuncha tayyorgarlik va shuncha e, auditoriya oldida baralla aytish kerak bo'lgan fursatni boy berishdi, og'zini ochib o'tirishdi. Xo'p, Qozog'iston tarafidan kelganlar, Yevropada ularning tashkilotlari bor, inson haqlari tashkilotlari. Ayniqsa yoshlar hammasi, juda aktiv yoshlar. Ular kelishdi. Ular asosiy chaqirig'i Janbolat Mamay degan jurnalist hozir qamoqda. O jurnalist yanvar oyidagi to'polonlarni fosh qilgan ancha materiallar e'lon qilgan. Ondan tashqari u ba'zi tarixiy materiallarni ham o'rganib, filmlar ishlagan. O'zi ham jurnalist, ham film ishlaydi, ham aktivist, partiya qurish uchun harakati bo'lgan. Lekin uni partiyasiga ham ruxsat bermagan, o'zini olib borib qamoqqa qo'yishgan. Asosiy talab shuni ozod qilish va shu bilan birga uni qamoqqa tashlagan hozirgi Qozog'iston hukumatini, hokimiyatini, bo'lgan prezidentini jinoyatlarini o'sha joyda baralla e'lon qilindi. 3 tilga tarjima qilishgan edi: ruscha, qozoqcha va inglizcha. Inglizchasini men o'qidim. Ruschasini, qozoqchasini o'zlari o'qishdi. Va 2 kun mobaynida mana shu chiqishlar bo'ldi va men jonli yo'yin tariqasida buni o'z kanalimda e'lon qildim. Va maqsadga erishdik deb o'ylayman. Piket o'tkazish uchun ruxsat olindi va o'tkazildi va aytilmoqchi bo'lgan barcha talablar va bayonotlar e'lon qilindi. Bu Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotini inson haqlari bo'limi bor. Aynan inson haqlari bo'yicha yillik hisobotlar, yillik muzokaralar, anjuman o'tkaziladi. Odatda Varshavada, ba'zan boshqa shaharlarda ham o'tkaziladi. Orada bir Venada bo'ldi, bir nechinchi ham yili. Lekin ko'pincha Varshavada bo'ladi. Ana shu joyda, mana shu anjumanlarda nihoyatda jiddiy tayyorgarlik ko'rilishi kerak. Buni tashkiliy qismlari ham, ya'ni rasmiy delegatsiyalar uchun aytmoqchiman. Jiddiy tayyorgarlik ko'rish kerak va xalqaro yuksak minbarlarda baralla o'z so'zini ayta olish kerak. Men ko'rib o'tirdim, o'sha joyda masalan separatist marginallar chiqib olib turib, Qoraqalpog'istonda jon berganlarni Ukrainada jon berayotganlar va Qozog'istonda jon berayotganlar bilan yonma-yon birga zikr etmoqda. Va ularning xotirasiga ham 1 minut sukut saqlashga erishilmoqda. Biron bir rasmiy tarafdan chiqib, o'chir ovozingni deyilgani yo'q. Biron bir rasmiy delegatsiya tarafidan chiqib, o'chir ovozingni, qanaqasiga bu separatist ichib olib, haligi o'g'rini yugurdaklari bilan Ukrainadagi o'z tuprog'ini himoya qilayotganlar teng bo'lishi mumkin. Yoki Qozog'istonda o'z haqqini himoya qilayotganlar bilan teng bo'lishi mumkin. Umuman yaqin kelmaydi bu. Demadilar. Bu ancha savollarni va ancha mulohazalarni uyg'otadi. Nega bunchalik qo'rqoqmi yoki tili qisiqmi yoki jur'atsizlikmi yoki o'zi bo'larchasiga hech bir tayyorgarliksizmi? Ya'ni tushunarsiz va g'alati. Bunaqa tashkillashtirish va bunaqa olib borish bilan O'zbekistonni imijini, uni talablarini, qonuniy talablarini, masalan hudud yaxlitligi degani mashru qonuniy bir prinsip. Mana shuni ham hattoki baralla aytolmagandan keyin kelajagiga bir juda bir umid bog'lagisi kelmaydi odamni. O'rdagilar masalan rasmiy tarafdan keldi deganlar tanqid qilayotgan birovni qachonlardir, qayerlardadir nimalar qilganlarini o'ziga aytib o'tiribdi. Ya'ni o'zimizdagi o'zbekchilik shu yerda ham.
sen qachondir qayerdandir O'zbekistondan nimadir o'g'irlagansan deya, qani pullarni qaytar deya, butun majlisda ikkita o'zbek bir-biri bilan biri shu. Boshqa biron bir davlatdan kelgan odamlar unaqa qilmaydi. O'zaro mayda-chuyda ming'ir-sing'irlarini chetga surib qo'yadi va O'zbekiston mavzusini ko'taradi. O'zbekiston, Qozog'iston, boshqa har qanday davlatdan kelgan ikki vakil o'zaro mayda-chuyda gaplarini u yerga olib chiqmaydi. Bizning endi o'zbeklarda shunaqa. Ko'rib juda g'alati tuyuladi, ya'ni erish tuyuladi. Xullas, o'tkazdik. Keyingi yili balki Varshavada bo'lsa, yana o'tkazarmiz. Ungacha endi yorazaq biz o'zimizning ishimizga qaytamiz. Niso surasi. Niso surasi bizni konseptual va kontekstual yondashuvimizga ko'ra Qur'ondagi 3 toifa olamni birinchisi haqida. Birinchisi deganimiz Qur'oni Karimning birinchi surasidagi 3 sanab o'tilgan olamni birinchisi. Alhamdulillahi robbil alamin. Olamlarning Robbi Allohga hamd deyilgan oyatga ko'ra olamlar ana shu surani o'zida 3 olam sifatida zikr etiladi. Allazina an'amta alayhim al-maghdubi alayhim waladdallin. Mana shu 3 toifa sanab o'tiladi va bu sura va bundan keyingi 2 sura mana shu 3 toifani zikrini beradi. Xususan 4-sura Niso surasi An'amta alayhim. Allah ne'mat berganlar. Bundan keyingi 2 sura g'azabga uchraganlar va adashganlar, adashtirilganlar. Biz 86 oyatni o'qigan ekanmiz. Hozir endi ana shu kelgan oyatimizdan inshaalloh davom etamiz. Allohu la ilaha illahu. Mana shunga kelgan edik. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Allohu la ilaha illahu. La yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi wa man asdaqu minallahi haditha. Allah ondan o'zga iloh yo'q. Mutlaqo mana bu joyda lom va mana bu joyda nuni tashdid bir qasamni, ikkinchi qasamni va uchinchi ta'kid, ya'ni ta'kid ustiga ta'kidni bildiradi. La yajma'annakum, sizlarni jamlagay, ila yawmil qiyamati la rayba fihi. Qiyomat kuni, u kun haqida hech qanday shubha yo'q yoki jamlashi haqida hech qanday shubha yo'q. Wa man asdaqu minallahi haditha. Allohdan o'zga biror bir so'zida, gapida sodiqroq bo'lgan kim ham bor yana? Agar wa man asdaqu deya ismi tafdil bilan keladigan bo'lsa, eng degani. Bundan ham to'g'riroq, bundan ham sodiqroq bormi? Qani chiqsin o'rtaga deganga o'xshash bir chaqiriq bu. Bu endi o'zidan bu yoqdagi oyatlar haqida bir kirish masobatidagi. Ya'ni qiyomat kuni jamlash bor va qiyomat kuni jazo va mukofot bor. Shuning uchun mas'uliyat mazmuni keladi. Fama lakum fil munafiqina fi'atayn. Sizlarga nima bo'ldiki, munofiqlar haqida ikkiga bo'linib oldingiz. Wallahu arkasahum bima kasabu. Aturiduna an tahdu man adalla Allahu wa man yudlil Allahu falan tajida lahu sabila. Allah ularni qilgan ishlarini bo'yniga o'raydi. Aturiduna an tahdu man adalla Allahu. Allah o'zi adashtirganni yo'lga solmoqchi bo'layotgan sizmi? Sizlarmi? Bu yerda endi ko'plik shaklda. Wa man yudlil Allahu, kimniki Allah adashtirgan bo'lsa, falan tajida lahu sabila.
Buning uchun biron bitta hech qanaqasiga yo'l topa olmassan. Lan bu joyda mutlaq inkorni bildiradi. Topa olmassan hech qachon, hech qanaqasiga degani. Xo'p, bu joyda endi bir savol tug'iladi. Munofiqlar haqida ikkiga bo'lindi. Kimlar bo'lindi? Fama lakum deganda la yajma'annakum sizlarni deya ikkinchi shaxs ko'plikda kelmoqda. Va bu joyda tum fa hayyu sizlarga va sizlar ham deyilmoqda. Va bu joyda aytgan edikki, biror bir manfaat yoki biror bir ma'lumot, yaxshilik ma'lumotini yetkazadigan bo'lsa deya. Ya'ni iymon keltirganlar. Mana bu buyruq iymon keltirganlarga buyurilgan buyruq. Demakki, fama lakum sizlarga nima bo'ldi deyilgan muxotoblar, xitob qilinayotganlar, bular iymon keltirganlar. Xo'p, iymon keltirganlar munofiqlar haqida ikkiga bo'lindi. Nimasi bilan bo'lingani mana bu tarafda ko'ramiz. Turiduna istayapsizlarmi? Antahdu man adallallohu. Alloh adashtirganni yo'lga solmoqchimisizlar? Demakki, ularni yo'lga solishi, yo'lga kelishiga mu'minlar qanaqadir bir soddalik bilan ishonib, ularga bir to'g'ri yo'lni ko'rsatib yoki to'g'ri yo'lga kelib qolar degan umidda nimalardir qilingan. Va Alloh demoqdaki, nima bo'ldi sizlarga deya buni savol ostiga olmoqda. Ya'ni mu'minlardan kutilgan amal emas bu. Hali 9-surada ko'ramiz. Biz ruscha yayinlarda 9-surani tamomladik. 9-sura boshidan oxirigacha Ar-Rahimni ismini ochiqlaydi. Va u joyda shu narsa ma'lum bo'lmoqdaki, Allohning Ar-Rahim ismi faqatgina iymon keltirganlarga ishlaydi. Kofir, munofiq, mushrik bularga Alloh Ar-Rahim ismi tajalli etmaydi. Baroatun deya boshlanadigan sura aynan o'sha baroat, ora ochiq, ularga hech qanaqa rahm shafqat yo'q degan narsa. Bu surada ham, o'sha 9-surada ham aynan musulmonlarni mushrik va munofiqlar haqida ikkilanmaslik, ularga soddalik qilib umid bog'lab ishonib qolmaslik, ularni tashqi bu soxta dindorligi, dinbozligiga aldanib qolmaslikka o'rgatadi. Ayni ma'no mana shu oyatda ko'rilmoqda. Fama lakum fil munafiqina fi'atayn. Ular haqida siz ikkiga bo'linib oldingiz. Alloh yakuni xulosani bermoqda. Va man yudlil Allohu, kimniki Alloh adashtirsa falan tajida lahu sabila. Unga hech qanaqa yo'l topa olmaysan. Alloh ko'rsatgan bir yo'l bor, to'g'ri yo'l. Qaysi vaziyatda qanday amal qilish, qaysi yo'lni tutish ta'limoti, o'shani tutadilar iymon keltirganlar. Kofirlarni, munofiqlarni Alloh o'zi adashtiradi. Adashtiradi deganini ba'zilar xato tushunadi. Go'yoki ular iymonga kelmoqchi bo'lgan edi, to'g'ri yo'lga yurmoqchi bo'lgan edi, Alloh ularga izn bermadi, ataylab adashtirib yubordi. Shundan keyin kofir va munofiq bo'ldi. Unday emas. Ular to'g'ri yo'lga kelishi uchun barcha sharoit, barcha shartlar ado etilgan. Payg'ambar yuborilib, kitob nozil qilinib, to'g'ri yo'lga da'vat qilingan. Lekin ular hali Allohni adashtirishi hali boshlangan yo'q. Alloh to'g'ri yo'lga chaqirdi hammani, lekin ular bu yo'lga yurish o'rniga bu yo'lga qarshi dushmanlik, adovat va makru hiyla tuzishni boshlashdi. Qanday qilib bu da'vatni masalan to'xtatsak, qanday qilib Muhammadni o'ltirsak, musulmonlarni o'ltirsak, bularni yo'q qilib yuborsak, u qutulsak va shundan keyin maxfiy rejalar tuzishadi va shu rejani amalga oshirish uchun
mehnat qiladi, ishlaydi va niyatiga yetamiz, mana endi yetdik degan paytda Alloh bularni yo'ldan chalg'itadi. Bularni niyatiga yetishtirmaydi. Bularni Baqara surasini avvalgi sahifalarida bu shunday misol bilan keltiriladi. Ularning misoli xuddi olov yoqqan odamning misoliga o'xshaydi. U olov yoqqandan keyin endi alanga olib kelayotgan paytda atrof sal yoritib, mana endi unday qilamiz deyotgan paytda Alloh o'chiradi ularni olovini. G'irt qop-qorong'i zulmatda qolib ketishadi. Ya'ni bir fitnani boshlashadi. U fitnani oxiriga hali yetmasdan turib o'chadi. Alloh izn bermaydi ularga. Alloh fursat bermaydi. Ya'ni intilayotgan maqsadiga yetishtirmaydi. Alloh ularni adashtirdi degani shu. Va islomga qarshi, Qur'onga qarshi, Qur'on da'vatiga qarshi nafrat, adovati kuchayganidan keyin ularning qalbi o'z-o'zidan qorayib boraveradi. Bu Allohning o'zgarmas o'rnatgan qonuniyati bu. Qorayib boraveradi. Shu Qur'onni eshitsa, yolg'iz Qur'onga bo'lgan da'vatni eshitsa, nafrati butun 100% vujudni qoplaydi. Bularga hech qanaqa oyat ham ta'sir qilmaydi, to'g'ri yo'l da'vati ham ta'sir qilmaydi. Ular ana shunday yurishaveradi. Ularga boshqa yo'l topib bo'lmaydi. Ba'zi kasalliklar bo'ladi, doktorga borsang aytadiki, buni tuzatib bo'lmaydi deydi. Bu o'tib ketgan deydi. Bo'ldi, bu mana shu bilan ketadi deydi. Bular ham shu. Aslo qaytib to'g'ri yo'lga kelishmaydi. Shuning uchun mu'minlar ular haqida ikkilanmaslik kerak. Ularning balandparvoz gaplari, juda bir chiroyli kiyimlari, juda mol dunyolari yoki balandparvoz gaplari biron bittasiga aldanmaslik kerak. Waddu law takfuruna kama kafaru. Ular rosa istaydigan bitta niyati bor, istagi bor, orzu, havasi bor. Law takfuruna, sizlar ham kofir bo'lsaydingiz, ularning orzusi shu. Kama kafaru, xuddi ular kofir bo'lganday. Ular kofir bo'lgan, sizlar iymonga keldingizlar, ana shu tinchlik bermaydi. Qachon qanday qilib bo'lsa ham sizlarni xuddi o'zlari kabi kofir qilsa. Nega? Chunki ularni kofir ekanligini boshqa hech kim aytmaydi. Ular kofir ekanligini mana Qur'onda iymon keltirganlar bilib qolishdi va ularga ochiq aytadi. Ular keyin bezovta bo'ladi, atrofidagi imij yo'qotadi. Uydirmalari fosh bo'ladi masalan. Ular istaydiki, mana shu xalaqit berayotgan behuzur vujud, behuzurlik vujudga keltirayotgan sababni bartaraf etish kerak. Qanday bartaraf etish kerak? Ularni ham kofir qilish kerak. Ya'ni ular ham, ya'ni musulmonlarni aytishmoqda. Bizlarga o'xshagan bo'lsa, ana shundan keyin olam guliston. Hech kim ularga shirk demaydi. Hech kim ularga Alloh nozil qilgan narsaga kelinglar deyishmaydi. Istagan paytda istagan tog'utiga, istagan shaytoniga hukm uchun borishaveradi. Hamma inshaalloh, mashalloh bilan, qarsakvozlik bilan qo'llaydi ularni. Botil doimo botil bo'lib turaveradi. Botil degani nima? Botil degani hali haq kelmagan narsa degani. Xuddi bir xonaga hali yorug'lik tushmasa, yorug'lik yo'q bo'lguncha qorong'ulik bo'lib turadi. Bu qorong'ulik degan alohida bir narsa emas. Yorug'lik kelishi bilan ana shu joy yorug'lik bilan to'ladi. Haq kelgandan keyin botil joyini bo'shatadi. Va botilni botil ekanligi fosh bo'lib boradi. Ana shuning uchun botilni daromad manbaiga aylantirganlar bezovta bo'ladi. Yomon ko'radi. Keyin mana shu nurni yomon ko'radi, yorug'likni yomon ko'radi, payg'ambarni, Qur'onni yomon ko'radi. Bularni yo'qotish kerak deydi. Bularni yo'qotish kerak deydi va ochiqchasiga dushmanlik qilishga yuragi dov bermaydi. Shuning uchun ko'rinishda musulmonman deydi. Shuning uchun musulmonlar uni namoz o'qiyapti deydi. La ilaha illalloh deyapti deydi. Qarang qancha
chiroyli gapiryapti deydi. Lekin ichida baribir Alloh nozil qilgan narsaga keling deganda kelmaydi. Joningiz, molingiz bilan Alloh yo'lida jiddu jahd qiling desa, tumtaraqqa qochaveradi. Lekin og'izda soatlarcha to'xtovsiz maqtayveradi. Sen haqiqiy rasulsan, nima edi? Nashhadu annaka rasululloh deb kelishadi. Mana munofiqlar haqida sura bor, 63-chi o'qib ko'ringlar. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu annaka rasululloh deb kelishardi. Sen Allohning haqiqiy rasulisan, mana biz guvohlik beramiz. Kimsan sen guvohlik beradigan nima? Eng oliy instansiyamisan. Allah aytadiki, Alloh biladi sen rasul ekanligini. Ular nimani isbotlamoqchiki? Alloh guvohlik beradiki, javoban qarang. Allohu yashhadu annal munafiqina lakazibun. Munofiqlar kazzab deydi. G'irt yolg'onchi bular deydi. Ana shunaqa. Ularning yolg'onchiligi Alloh doimo fosh qilib boraveradi. Nega? Ular o'z dushmanligini ochiq kofirlar bo'lardi. Sen rasul emassan deya. Mana 13-surada bor. Oxirgi oyatida. Sen rasul emassan hech qanaqa deyishadi. Ularda hech bo'lmasa shu kufrini ochiq ayta olish jasorati bor. Munofiqlarda u ham yo'q. Ular ko'rinishda musulmon bo'laveradi, lekin ichida baribir o'sha eski shirk dinida qolganlar. Musulmonlar munofiqlar haqida aslo ikkilanmasligi kerak. Munofiqligi fosh bo'ldimi? Bo'ldi, nuqta qo'yiladi. Bir marta endi bo'lib qopti, bu yog'ida endi yaxshi bo'lib qolar deb yuraveradigan bo'lsa, musulmonlar o'zlarining boshiga balo orttiraveradi. Alloh ko'rsatdi ularni nifoqini, lekin musulmonlar soddalik, xomlik, g'o'rlik qilib yana boshiga keltirib olsa, ayb o'zlarida bo'ladi. Ularni gap so'zlariga emas, Allohni ular haqida ochayotgan sirlariga qarang. Waddu law takfuruna kama kafaru. Ular o'zlari kofir bo'lganday, sizlar ham kofir bo'lishingiz ularning maqsadi. Shuning uchun ular sizlar bilan birga o'tirib turadi, sizlar bilan birga namoz o'qiydi, sizlar bilan birga diniy suhbatlarda diniy gaplarni sotaveradi, gap sotadi. Fatakununa sawa'u fala tattakhizu minhum awliya. Sizlar ham ular bilan birdek kofir bo'lsangiz, ular bilan birdek bo'lsangiz. Birdek. Munofiq, siz ham munofiq bo'lishingizni istaydilar. Fala tattakhizu minhum awliya. Ular orasida biron bittasini avliyo olmangiz. Hop, nima? Avliyo nima? Qur'oni Karimda avliyo degani diniy ishlarda yo'l ko'rsatuvchi, boshqaruvchi. Hatta yuhajiru fi sabilillah. Toki Alloh yo'lida hijrat etmagunlaricha. Nima endi Alloh yo'lida hijrat etmagunlaricha? Bundan oldingi oyatlarda ko'rdikki, ular yashirincha borib tog'ut, shayton va kofirlar bilan birga ish birligi, ittifoq qurishadi musulmonlarga qarshi. Hijrat Alloh yo'lida degani ana shu kofirlarni jamoatini tark etish kerak, orani ochiq qilish kerak. Shu ularni munofiqligini tark etganligini isboti bo'ladi. Fa in tavallaw, agar undan yuz o'girsa, fakhuzuhum waqtuluhum haythu wajadtumuhum. Ularni qo'lga olinglar. Waqtuluhum, qatl etinglar yoki urushinglar, jang qilinglar. Haythu wajadtumuhum, qayerda topsangizlar yoki qayerda to'qnashsangizlar. Wala tattakhizu minhum waliyan wala nasira. Ulardan biron bitta vali yoki biron bitta yordamchi olmangizlar. Ya'ni musulmonlar o'zaro vali edilar, o'zaro bir-birlariga yordam qilar edilar. Alloh munofiqlarga nisbatan bunday muomalani taqiqlamoqda. Bu degani musulmonlar mushriklar bilan
bo'ladigan muomala munofiqlarga nisbatan joriy etilmoqda. Munofiqlar musulmonlar orasida yuradi, ularning diniy gaplariga ishonib musulmonlarga muomala qilingan muomalani joriy etishni tarafdorlari bor. Musulmonlar orasida soddalar. Alloh taolo unday demaydi. Ularning maqsadi sizlarni ham xuddi o'ziga o'xshagan kofir qilish. Shuning uchun ularga kofirga bo'lgan muomala qilinadi. Urush kerak paytda urushiladi, qo'lga olish kerak paytda qo'lga olinadi va ulardan na bir yordamchi, na bir vali saylanmaydi. İlla allazina yasiluna ila qawmin baynikum va baynahum mithaq aw ja'akum hasirat sudurukum ay yuqatilukum aw yuqatilu qawmahum walau sha'a Allahu lasallatahum alaykum wa laqatalu فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلن يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. Ular orasida istisno tanimoqda. Allah ular orasida istisno tanimoqdaki, siz bilan orada bitim kelishuv bo'lgan qavmdan boshpana istaganlar mustasno. Bir qavm bilan urushmaslik bitimingiz var, kelib ularning orasida boshpana olgan. Ularni qo'lga olish uchun o'sha qavmni yorib kirishingiz kerak. Ular bilan bo'lgan tinchlik bitimini buzishingiz kerak. O'z qavmlariga yo sizga qarshi urushni istamasdan sizga kelganlar, betaraflar mustasno. Ana ular bilan ham urushish bu buyruqdan chiqariladi. Urushilmaydi. Alloh istasa ularga kuch-quvvat berardi. Ular ham sizga qarshi urushgan bo'lardi. Modomiki sizdan uzoq turgan ekan, sizga qarshi urushmagan, sizga tinchlik taklif etgan ekanlar, salom tinchlik taklif etish. Alloh sizga ularni zararga hech qanday yo'l bermagan. Ya'ni umumiy prinsip shuki, sizga qarshi urushganlar bilan urushinglar, sizga qarshi urushmaganlarga siz birinchi urush ochmanglar. Shu. Satajiduna akharina yuriduna an ya'manukum va ya'manu qawmahum kullama ruddu ila al-fitnah urkisu fiha fa in lam ya'tazilukum wa yulqu ilaykum as-salam wa يكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. Boshqa shundaylarni ham ko'rasan. Ular sizdan ham o'z qavmidan ham betaraflik istaydi, ammo qachonki fitnaga qaytarilsa, darrov sho'ng'iydi. Bu munofiqni eng g'irt munofiqi degani. Betarafmiz, urushmaymiz deydi, lekin fitnaga bir fursat topishi bilan darrov kirishib ketadi. Fitnani eng boshiga chiqib qoladi. Agar sizdan uzoq turmasa, siz bilan tinchlikka kelishmasa va qo'llarini tiymasa, ularni qo'lga oling. Tutgan joyingizda qatl eting. Ya'ni urushish ruxsati berilmoqda. Ana o'shalarga qarshi sizga ochiq izn, kuch-quvvat berganmiz. Sultonan mubinan, ochiq oydin ularga qarshi urushishga ochiq ruxsat berilgan.
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً. Müminni qatl etishi islomda aslo mumkin emas. Mabodo xatoan sodir etilgan bo'lsa, faqat shu xato sodir etilishi mumkin. Boshqa shaklda o'ldirishi mumkin emas degani. Ya'ni masalan ovda yoki urush paytida dushmanga qarab o'q otdingiz, sal boshqa yoqqa ketdi yoki otgan paytingizda mu'min o'tib qoldi, shunga tegdi, u jon berdi. Mu'minni o'ldirishi aslo mumkin emas deganiga ko'ra, mu'minni o'ldirib qo'ydim, demakki men kofir ekanman degan qo'rquvga tushmaslik kerak. Faqatgina ana shu xatoan sodir etilganlar وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً, kimki o'sha xatoan sodir etsa, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ, bir raqabatin mu'minatin, mu'min qulni ozod qilsin. Va diyatun musallamatun ila ahlihi, maqtulning ya'ni o'ldirilganning ahlini qoniqtiruvchi miqdorda xun to'lasin. İlla an yasaddaqu, agar maqtulning ahli kechib yubormasa. Fa in kana min qawmin aduwwin lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minatin, agar maqtul ya'ni qatl etilgan sizga dushman bir qavmdan bo'lsa, bir mu'min qulni ozod qilish yetarli. وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ. Agar u siz bilan o'rtada bitim bo'lgan qavmdan bo'lsa, ahliga xun o'tasin va bir mu'min qulni ozod qilsin. Oradagi farqni ko'ryapsizmi? Agar dushman qavmdan bo'lsa, bir mu'minni ozod qiladi bo'ldi. Ammo dushman tarafdagi ahliga diyat to'lamaydi. Agar o'rtada bitim bo'lgan qavm bo'lsa, sizga qarshi urushmaslik kafolatini bergan qavm bo'lsa, xum to'lanadi va mu'min qul ozod qilinadi. وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. Kim bularga imkon topolmasa, Allohga tavba uchun paydarpay 2 oy savm tutadi, ro'za tutadi. Ya'ni o'zini butun halol iste'moldan va boshqa insonlar bilan muomaladan tamoman minimumga olib tushadi. Minimumga olib tushadi. Yemaslik, ichmaslik 2 oy endi imkonsiz. Shuning uchun minimum yeb ichadi. Ammo insonlar bilan gaplashmaslik imkoni bor. Bu bilan o'lib qolmaydi. 2 oy uzlatda o'tiradi. Nima uchun? O'zini o'sha qotillik zehniyatidan qutulishi uchun, bir o'z ustida nima uchun bu xatoni sodir etganini mushohadasini o'tkazadi va bundan keyin buni takrorlamasligini ruhiy tarbiyasini oladi. Va kanallohu aliman hakiman. Alloh alim va hakim. Barcha narsani hukmi, ilmi va hukmi unda bo'lgan zotdir. Va man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha va ghadiballohu alayhi va la'anahu va a'adda lahu azaban azima. Bir mu'minni qasddan o'ldirgan kimsaning jazosi abadiy jahannam. Qasddan o'ldirganning jazosi abadiy jahannam. Alloh unga g'azab qilgan, uni la'natlagan va unga ulkan azobni hozirlab qo'ygandir. 4-sura 93-oyat. Kimki bir mu'minni
Allohga va oxiratga iymoni bor insonni qasddan o'ldirsa, abadiy jahannam demoqda. O'sha abadiy jahannamni egasi aytmoqda. İnsanlarni jahannamga yoki jannatga kirgizish hukmini yolg'iz egasi bo'lgan zot aytmoqda. Fajazauhu jahannamu xolidan fiha. Abadiyan o'sha jahannamda qoladi. Endi bugun bir atrofga bunday qarang. Musulmon ummatidagi ahvolni qarang. Bir taraf la ilaha illalloh deydi, borib boshqa tarafni o'ldiradi. O'ldirilayotgan maqtul u ham la ilaha illalloh deb buni o'ldiradi. Ikkalasi bir-birini o'ldirmoqda, ikkalasi ham la ilaha illalloh demoqda. Zohiran ikkalasi ham mu'min hisoblanadi. Ikkalasi buni o'ldirishi tamoman taqiqlangan. Mabodo qasddan o'ldiradigan bo'lsa, abadiy jahannam demoqda. Lekin ikkalasi mu'minni o'ldirishni nafaqat bir xatoan, balki qasddan, balki bu qasddan o'ldirishni alohida bir din holiga keltirib olgan. Alohida bir din holiga keltirib olgan. Qur'ondan uzoqlashgan dinlarni hammasini eng boradigan oxirgi jinoyatlari mu'minlarni qatl etish. O'zlari mu'minni qatl etyapman degan tushunchadan mahrum bo'lsa, o'ldiraveradi. Falonchi shiya deb sunniylarga aytsa, bor o'ldiradi. Suriyada ko'rdik mana. Tap tortmasdan qirib tashlaydi. Falonchi sunniy deb turib, shiyalarga aytsa, ko'rdik Suriyada. Tap tortmasdan qirib tashlaydi. O'zbeklarning videolarini ko'rdik. Internetda juda ko'p aylanib yotibdi. Falon rofiziy otib ayollarni, yosh bolalarni, erkagu qariya hech narsaga qaramasdan o'zbekcha gapirib, hiringlab turib otib o'ldirib yotishdi. Nima qildi senga? Nima yomonlik qildi? Shiya. Senga nima yomonlik qildi deb shiyadan so'rasang, u sunniy. Nima uchun o'ldiryapti ular? Chunki ular mu'min degan toifani qasddan o'ldirish abadiy jahannam degan oyatga kofir bo'lganlar. Agar e'tiqodida falon narsani tan olmasa, biz tan olyapmiz-da, ular tan olmasa, demakki dindan chiqqan kofir bo'ladi, qatl vojib bo'ladi. Qani kim borib o'ldiradi? Bütün derdi kimnidir topib öldürüş. Bütün bu zombi ummatlarını derdi öldürüş. Kimnidir öldürüş gerek. Kimnidir qatl etish gerek. Kimnidir kofir ekanligini bil qolish gerek, isbotlash gerek va borib o'ldirish. O'ldirish ularni derdi. Sog'lom odam hayron bo'ladi. Nima qizig'i bor? Birovni o'ldirishdan nima zavq olishi mumkin? Lekin shayton minib olgandan keyin inson degan maxluq, ya'ni inson ham demaymiz, inson deyilgan maxluq bu endi hozircha. Ana shu kimdir o'ldirmasa, shu ichidagi kayfini oxiriga yetkiza olmaydi. Kimdir o'ldirish kerak, o'ldirishi kerak. Din ana shunga olib kelgan, uydirilgan dini. Bizga qarshi qanchasi bilan o'ldirish kerak. Ana Mahmud Abdulmo'min degani bor edi. Topgan joyidan ushlaymiz, o'ldiramiz deya. O'zi qochib yuribdi. Qayerlardadir qochib yuribdi. Sodiq Samarqandiy degani bor edi. Ularga kofirmon millatdan chiqqan Ibrohim millatida bu degani o'ldirish kerak degani. Lattacha emasdan ochiqni aytish kerak. Ular uni ham ayta olmaydi, chunki javobgarligi bor. Javobgarlikdan qo'rqadi, lekin ichida ana shu o'ldirish degan narsadan tiyilolmaydi. Biron bittasi aytmaydiki, Qur'on Allohdan kelgan kitob, unga iymon keltirgan odam mu'min sanaladi baribir. Amantu billahi va malaikatihi va kutubihiga iymon keltiryapti. To'g'ri, bizni mazhabimizni tan olmayapti. Bizni mazhabimizga shubhali savollar yoki ishonmayapti, ochiqchasiga rad etyapti. Ammo bizni mazhabimiz bu iymondan chiqaradigan masala emas. Kimlarnidir qachonlardir qo'ygan talqinlari, kimlardir shuni ushlaydi, kimlardir boshqalarni ushlaydi, lekin iymon mavzusi Allohga, oxiratga, Qur'on
payg'ambarlarni. Bularga iymon keltirgan odam bo'lsa, shu islomdan bo'ladi. Yo'q. Uni aytmaydi, aytolmaydi. O'zini mazhabi Allohni ham chetga surib, o'zini mazhabini qo'yish kerak. Va shundan keyin o'ltirish kerak. O'ltirmasa bo'lmaydi. Abrar degan mana haligi navbat keldi uni ham. Tepildi ham bu yoqdan. U ham shu, butun ulamolarni ittifoqi bilan ular kofir. Ulamolarni ittifoqini san emas, sen o'zing ularni kofir deb kelgansan boshidan. Mard bo'lib tan olish yo'q bularda. Bitta Abdullah Zufar degani bor bitta. U ochiq Qur'onlar kofir. Qur'onlar kofir gapirishi ham qiziq. Qur'onlar kofir. Takfirchilarda ular. Kofir falonchi kofir desa kayf oladi. Falonchini qatli vojib desa rijollik dozasi ortadi. Rijollik yo'qda ana shu quruq gaplar bilan bularni nimasi ortadi. Tonus. Rijollik tonus ortadi. Hammasiga javob mana shu 4-sura 93-oyat. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Bir gunohni sodir etish uchun borib sodir etib uni fakti sudda dalillanishi shart emas. O'sha jinoyatni halol mumkin qilsa bo'ladi, u jinoyat emas dedingizmi? Siz ana shunga qalbingizda halol sanadingiz. Cho'chqa go'shtini yemagan odam bor. Cho'chqa go'shtini yemasa ham yesa bo'ladi degan odam bor. Zino qilmay yurgan odam bor. Zinoni qilmay yurgan odamlar orasida zinoni orzu qilib yurganlar bor. Zinoni orzular kechalar uxlolmay hayol surib chiqadiganlar bor. Zino qilayotgan bilan nima farq orada? Hech qanday farq yo'q. Fir'aun suvga botirib o'ltirildi. Fir'aun bo'lgani uchun. Ammo bir o'zi emas. Uni butun askarlari, lashkarlari ham g'arq bo'ldi. Nega? Chunki ular ham potensial Fir'aun. Ular ham shu Fir'aunning zulmiga rozi bo'lib ichida mini Fir'aunchalar. Hammasi o'zini oilasida Fir'aun, o'zini mahallasida Fir'aun. Nega? Chunki u eng kattani odamlari, katta lavozimga turdi hozir. U Fir'aunni ichki ishlar vazirligida falon bilmaysanmi? Oho, u mahallada kezib yuradi. O Fir'aun, mahallani Fir'auni, butun Misrning Fir'auni boshqada, mahallada shu Fir'aun. Butun shularning hammasi g'arq bo'lgan. Nega? Chunki qalbida u Fir'aun bo'lgan. Musulmonni, mu'minni qasddan qatl etish orzusida, shuni umidida yurganlarning hammasiga mana shu oyat javob. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. La ilaha illalloh degan odamni biron bittasiga qo'l tekkizishga hech kim haqqi yo'q. Sunniysi ham, mazhabchisi ham, mazhabchisi ham, bemazhabi ham, shiyasi ham, boshqa qalang'i qasang'ini biron bittasi. فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. Hammasiga javob shu. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. Ey iymon keltirganlar! Alloh yo'liga chiqqanda, darabtim chiqqanda, urganda emas.
Daraba fe'lini urish deb tarjima qilayotganlar mana shunaqa oyatlarga kelganda ip esholmay qoladi. Daraba bir joydan uzoqlashish. O'zingiz yashayotgan bir maskan bor, shu joydan uzoqlashasiz. Bu degani Alloh yo'lida chiqdingiz degani. Madinadan masalan Toif tarafga yoki Makka tarafga yoki boshqa taraflarga chiqadigan bo'lsangiz, uzoqlashish bo'ladi. Wadribu hunna biz o'qidik 34-oyatda. Turgan maskanlardan uzoqlashtiring degan. Wahjuruhunna siz o'zingiz uzoqlashing, tark eting. Mana bu oyatda ko'rdik. Munofiqlar o'sha kufr o'choqlarini tark etib uzoqlashish kerak. Uzoqlashish va o'zidan uzoqlashtirish. Wahjuruhunna wadribuhunna. Alloh yo'liga chiqqaningizda vaziyatni aniq qilib oling. Vaziyatni aniq qilib oling. Chiqdingiz, qarshingizda birovlar chiqdi. Ularga mu'min munosabatda qilasizmi yoki kofir muomalasi qilasizmi? Ana shu paytda sizga tinchlik taklif etganlarga sen mu'min emassan yoki tinchlik beriladigan emassan deya urush ochmang deyilmoqda. Siz dunyo matohini istaysiz. Ya'ni dunyo matohi deganda yaqin qo'lga kiritish mumkin bo'lgan. Aha, buni qo'lda mol mulki bor. Bizdan qutulish uchun la ilaha illalloh deyapti. Shuning uchun uni ishonmaylik. Munofiqligi aniq bo'lgan odamlar haqida ikkilanayotganlar hali la ilaha illalloh deb ularning kofirligi aniq bo'lmagan, munofiqligi aniq bo'lmaganlarni mol mulkiga uchun urush boshlab yuborish xavfi bor. Allohning huzurida ko'proq g'animatlar bor. Siz ularni mol mulkiga tajovuz etishdan tiyiling. Alloh sizlarga adolatingiz uchun ziyodasi bilan beradi. Oldinlari siz ham shunday edingiz. Iymonga kelishdan oldin sizlar ham xuddi shunday edingiz. Alloh sizga ne'mat berdi, ya'ni iymonni berdi. Shu bois qaror olishdan oldin vaziyatni aniqlang. Ular kimlar? Qanday vaziyat aniqlanadi? Ularga da'vat yetib borganmi yo'qmi? Ular Qur'ondan xabari bormi yo'qmi? Ular mu'min bo'lish uchun sharoitlari bormi yo'qmi? Biron bittasi yo'q bo'ladigan bo'lsa, ulardan bu iymon talab etilmaydi. Albatta nima qilayotganingizdan Alloh o'zi to'liq xabardor. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. Müminler arasida Alloh yo'lida moli-yu joni ila jiddu jahd qiluvchilar bilan hech qanday uzursiz o'tirib qolganlar birday emasdir. Alloh yo'lida molini, jonini tikib jiddu jahd, jihad qilayotganlar, bularni qilmasdan uyda o'tirayotganlar, bu ikkita toifa teng emas. Alloh moli-yu joni ila jiddu jahd qiluvchilarni darajasini o'tirganlarni darajasidan ustun qilgan. Ustun qilgan. Allohning nazdida ana shu. Alloh har ikkisiga yaxshilik va'da qilgan. Har ikkisiga. Shaharda uyda qolganlar müminlar, ama chiqib moli jonini riskka qo'yib, tahlikaga qo'yib harakat qiluvchilar, ular ham müminlar, lekin moli jonini tikkani uchun bularning darajasi bir daraja ustun. Ulug' ajr mukofot ila Alloh har ikkisiga yaxshilik va'da qilgan, jiddiy jahd qiluvchilarni o'tirganlardan ustun qilgan. Ulug' ajr mukofot ila ustun qilgan.
o'z huzuridan bo'lmish darajotlar ila ustun qilgan, kechirim va rahmat ila. Alloh kechiruvchi va rahimlidir. Bu keyingi oyatni ham qo'shib yubordik. Darajati minhu va mag'firatan va rahmatan va kanallohu g'afuran rahima. Bu ustunlik darajasini e'tibor beradigan bo'lsangiz, oxiratda Alloh o'z huzurida beradigan mukofotlarda ustun qilgan. Qarang, ammo jiddiy jihad qiluvchilarni o'tirganlardan ustun qilgan ulug' ajr mukofot ila buni Alloh o'zi beradi. Urushda qatnashganman deya ordenlar taqib boshqalardan hurmat talab etishi bunga kirmaydi. O'z huzuridan bo'lgan darajatlar bilan bu darajatlarni ham Alloh o'z huzuridan beradi oxiratda. Kechirim va rahmat. Alloh g'afur va rahim. Kechiruvchi, rahimli. Xo'p, 97. Vaqtga qaraversak, bizning qancha vaqtimiz bor? 56. Yana bir 4 daqiqamiz bor. Innallazina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum. قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. O'zlariga jabr, nohaqlik qilganlarni jonni olayotib malaklar dedi. Malaklar nima? O'sha jonni olayotgan kuchlar. Allohning yuborgan kuchlari insonni jonini olayotgan paytda inson zaif qoladi. Malak degani ikki taraf orasida kuchliroq. Va o'sha kuchida qarshi taraf zaif yutqazadi. Ana shularga malak deyiladi. Siz qayerda edingiz? Ular dedilar, yer yuzida zaif va chorasiz qolgan edik. Malaklar dedilar, Allohning yeri keng emasmidi? Unda hijrat qilmadingizmi? Ana o'shalarning joyi jahannamda, qanday ham yomon qaytish bu. Hijrat qilmaganlar. Hijrat qilmaganlar nima? Hijrat qilmaganlar bundan oldingi munofiqlar bilan bog'liq oyatda ko'rdikki, ular o'sha kufr o'choqlarini tark etib, ulardan uzoqlashishi kerak. Shu talab qo'yiladi. Shundagina nifoqdan voz kechdi deyish mumkin. Yo'q, men nifoqdan voz kechdim deya yana yashirincha o'sha kufr markazlariga qatnaydigan bo'lsa, bugungi kunda kufr markazlari qaysi? Maxsus xizmatlarni idoralar yoki musulmonlarga zulm qiluvchi tashkilotlarni idoralari o'sha joyga borib musulmonlarning ustidan yozib sotib beradi, kim nima deyapti deya, kim qanday yurish turishi hammasini sotib o'tiradi va musulmonlarga qarshi qanday faoliyat yuritishni yo'l yo'rig'ini olib chiqadi u yoqdan. Ta'limotni o'sha joydan oladi. Shulardan uzilib uzoqlashish kerak. Shundagina nifoqdan hijrat etdi deyiladi. Hijrat etmay ketganlar ular mana joyi jahannamda. İlla al-mustad'afina minar-rijali wan-nisa wal-wildan la yastati'una haylatan wa la yahtaduna sabila. Hijrat qilish uchun biror hiylaga qodir bo'lmagan, biror yo'l ham topa olmagan, chorasiz erkaklar, ayollar va norasidalar mustasno. Makkadagi yoki Madinadagi yoki atrofdagi o'sha kofirlardan uzoqlasha olmagan, uzoqlashib ulardan hiyla yoki chiqib ketish chorasini topa olmaganlarga Alloh taolo ularni toqati yetmagan narsa uchun jazolamaydi. Fa ulaika asa Allohu an ya'fu anhum va kana Allohu afuwan ghafura.
Ularni Alloh o'zi avf etishiga umid bor. Nima uchun umid bor? Chunki yosh norasiydalar musulmonlarga qarshi faoliyat urush olib borolmaydi. Ayollar qarshi urush olib borolmaydi. Erkaklar zaiflar. Ular zaif bo'lgani uchun musulmonlarga qarshi kuch ishlatib yoki ziyon zarar yetkaza olmaydi. To'g'ri, kofirlarning orasida qolayotganlar, o'rdan keta olmayotganlar, hiyla yoki qudrati yetmayotganlar. Ularni Alloh istasa kechirib yuborishi, avf etishi, ya'ni jazoga tortmasligi umidi bor. Chunki Alloh kechiruvchi va avf etuvchi. Lekin shunda ham Alloh targ'ib etadi. O'sha kofirlar diyoridan, kufr o'choqlaridan uzoqlashib, mu'minlar bilan birga bo'lishga targ'ib etadi. وَمَنْ يُهَاجِرْ في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Kim Alloh yo'lida hijrat etsa, yer yuzida ko'plab boshpana va imkonlar topadi, keng imkonlar topadi. Hiyla yoki imkon topolmayotganlarga mana shu oyat dalda bo'ladi. Allohga tavakkal qilib chiqsangiz, Alloh o'zi imkonlarni ham, boshpanani ham nasib etadi. Kimki Allohga va Rasuliga hijrat qilib uydan chiqsa, so'ngra ajal yetib o'lsa, uning evazi Allohning zimmasida. Shundagina Allohning hisob kitobi, ya'ni ajr, mukofot berilishi ro'yxatiga kirishingiz mumkin. Ya'ni butun bular uchun talab qilinayotgan narsa nimadir amal qilish. Indamay o'tirib olay, biz endi zaifmiz degan narsa oqlamaydi. Harakat qilish kerak, bir yo'lni axtarish kerak. O'tirib olgan joydan chiqish kerak. Kufr o'choqlarini tark etish kerak. Musulmonlar jamoatiga qo'shilishni g'amini qilish kerak. Shundagina mabodo o'lib qolgan taqdirda ham u zimmasi, ularning evazi Allohning zimmasida. Alloh G'afurur Rahim, kechirimli va rahmdil. Mana shu bugungi o'qiydigan oxirgi oyatimiz 100-oyat. 101-oyatdan inshaalloh keyingi suhbatimizda davom etamiz, chunki 1 soatimiz to'ldi. Xo'p, sizlardan kelgan savollarga bir qator javob beraveramiz. Shu bilan bo'ldi. Xo'p, assalomu alaykum va rahmatulloh. Va alaykum assalom va rahmatulloh va barakatuh barchangizlarga. Xo'p, Musa alayhissalom yaratgan bilan Tur tog'ida gaplashgani aytilgan. Xo'p, suhbat nima haqida? Alloh taoloning buyurgan buyruqlari 10 ta buyrug'i bor. 17-surada keladi shu. Shu joyda o'qing. Robbing buyurdi, undan o'zgaga ibodat qilma, ota-onaga yaxshilik qil deya boshlanadigan ana shu buyruqlar. Arablashtirish so'zini tilga olgansiz, biz turkiylarga qiziq. Arab zihniyati nima-yu, arablashtirish nima? Nega aynan arablashtirish? Arablashtirish degani islom dinini arab irqi, arab millati, arab o'lchovlari, arab qadriyatlari, arab qoliplari va arab urf-odatlari bilan qorishtirish. Nima uchun yer yuzida
Hristiyan dunyosida Yahudlarni yomon ko'radi. Chunki Yahudlar Musa va Isa keltirgan, Ibrohim va boshqa ibrohimiy payg'ambarlar keltirgan dinlarni yoniga Bani Isroil irqini, manfaatlarini ham qo'shib yuborgan. Biz hammangdan ustunmiz degan narsa. Ana shu bitta irqni ustun bo'lishini qabul qilsa arablashgan bo'ladi. Arab irqi, arab millati, arab qavmlari turkiylardan yoki boshqa har qanday millatdan, irqdan ustun joyi yo'q. Ular nima qiladigan bo'lsa, o'zlarining ishi. Lekin Alloh payg'ambar tanlagan, to'g'ri arablar orasidan va kitob nozil qilgan, o'sha payg'ambarni gapiradigan tilida. Bu arab irqini tili juda chiroyli bo'lgani uchun emas. Alloh istasa turkiy tilda nozil qilishi mumkin. Hech ham Qur'on, arabcha Qur'ondan bir kam joyi siz bayon etishi mumkin. Alloh qodir bunga. Lekin shu o'zi yaratgan tillardan bittasida nozil qildi. U tilni arablar yaratgan emas, u tilni Alloh yaratgan. Lekin orada kirib olib, biz arabmiz, biz ham sizdan ustunmiz degan zihniyat, u kasallik bu. Ana shuni qabul qilmaslik. Islom deganda Alloh nozil qilgan va Alloh tomonidan yuborilgan. Qur'on va Muhammad alayhisalom. Bo'ldi. Bugungilar aloqasi yo'q. Na payg'ambarga aloqasi bor, na Qur'onga aloqasi bor. Qur'onni mujmal deguvchilar mufassal degan jumlani unutmadik, hech narsani qoldirmadik degan oyat jumlalarni ataylab ko'rmaslikka oladimi? Qur'onni mujmal deydigan Abror Muxtor bilyardi, o'z onasi bilan zino qilyardi degan hazrat. Unga berasiz bu savolni. Mamlakatlarda qanaqa shart-sharoitlar va qonunlar qabul qilinsa, Alloh Qur'onda aytgan rejimga hamohang bo'ladi. Alloh qanday rejimni xohlaydi? Alloh buyurgan buyruqlarni qisqacha ifodasi tenglik va adolat. Tenglik va adolat. Qonun, mana bunday qonunni qabul qilish deb qabul qilaverishi mumkin. Ammo adolat o'sha qonunni hammaga birday ishlashi. Boyni bolasi qizilda o'tib ketsa, unga hech qanday jazo yo'q. Kambag'alning bolasi o'tib ketsa, 10 barobar jazo. Bu bilan Allohning g'azabiga erishiladi. Modomiki qizilda o'tganga $100 jazo deyildimi? Jarima deyildimi? Boydan ham kambag'aldan ham olish kerak. Ana shu adolat. Konstitutsiya qabul qilinsa, bu insonlar tuzgan qonun deya rosa chaynab kelishdi. Mana Bobomurodni kanalda ko'ring. Madina tuzugi. Payg'ambarni Madina aholisi bilan o'zaro tuzgan qonuni bugungi kunda konstitutsiyaga to'g'ri keladi. Konstitutsiyani ilk namunalari, eng mukammal namunalari o'sha. Bor ekan mana. Bir inson jamiyati Madina misolida o'zaro haq-huquqlarni, shartlarni bayon etib bir bitim imzolashi mumkin va shu asosda ijtimoiy hayotni qurishi mumkin. Shunga amal qilinsa, Allohning istagani shu. Amal qilmasa, ming chiroyli nomi islomiy davlat degan taqdirda ham amal qilinmasa, u sariq chaqiga arzimaydigan narsa. Salatga qo'l yuzini yuvib kelish shunchalik muhimmi? Shunchalik muhim. Siz o'sha oyatga boshqacha yondashgansiz. Siz aytmoqchisizki, Alloh sanitariya va anti-epidemiyani talab qilyaptimi? Nimani talab qilsin? Sizni yondashuvingiz bu xristianlarning yondashuviga o'xshaydi. Xristianlarda shunaqa bo'lgan uzoq yuzyillar. Badan bu tuban narsa. Badan bu chirib ketadi.
Ammo ruh, ko'ryapsizmi? Ruh eng oliy, ruhni pokiza saqlash kerak. Yillab yuvinmaydi. Ataylab shu nazr qilgan, qasam ichgan. Yillab yuvinmaslikka. Eng ko'p yuvinadigan, masalan, qirolicha, malikalarni hammom olishi yozilgan tarixlarda yilda 2 marta. Yilda 2 marta hammom oladi. Boshqa payt yuvinmaydi. Nega? Chunki ularning dinida shu muhimmi endi shu sanitariya, anti-epidemiya talab qilinadi. Muhimmi? Borib ko'ring. Biroq yuvinmayda jumaga boring. Atrofingizda nechta odam qochib ketar ekan. İnsonlarga taalluqli bo'lgan mavzularni Alloh nozil qildi deydi. Nozil degani siz tushunadigan saviyaga tushirib tushuntiradi. Farzandingizga tushuntiradigan bo'lsangiz, tushun degani tush degani. U qabul qiladigan saviyaga olib tushasiz. İnsonlarga taalluqli masalalarni birma-bir tushuntiradi. Ayollar, yetimlar, nikoh, taloq. Nega? Chunki o'sha zaif bechoralar shuni bilishga muhtoj. Alloh taolo u mullalarga o'xshab, o tepalarga o'tirib olib, bularni shu endi zarurmi? Men bir hurlar, jannat, g'ilmon. Ehtiyot bo'ling bundan. İnsonlarni ming yillardan beri qiynab kelayotgan mavzular nima bo'lsa, Qur'on ayni o'sha mavzularni ko'taradi. Ehtiyojdan ortig'ini olib kel. Allohning uyida muhtojlar bilan baham ko'r. Chunki muhtojligi aynan shunda. O balandparvoz oldi qochdi gaplarda emas. Aynan non, bugungi choy, bugungi yeyish ichishda. Och insonlar. Xo'p, olib keldingiz, o'rtada to'plandingiz. G'irpitasi yuvinmagan. Oylardir, yillardir. Chiqib olib turib Qur'ondan, tenglikdan, pokizalikdan gapiryapti. O'zini yaqiniga kelib bo'lmaydi. Shumi mukammal din? O'ylab ko'ring. Sizda din tasavvuringizdan chiqarib yuboring bu. Sanitariya, gigiyena, pokizalik, aqliy va badaniy pokizalikni chiqarib yuboring-da, anondan keyin amal qilib ko'ring nima bo'lar ekan. Kahf surasi 13-oyatdagi fityatun kalimasini yoshlar, to'g'ri yo'lda asosan yoshlar yuradi, adashmaydi degan ma'nodagi gapni aytgan ekansiz, Lekin bugungi real hayotda biz yoshlarni hayotiy va ilohiy tajriba bilimimiz kam-ku. Yoshi kattalar emasmi to'g'ri yo'lda yuradigan? Buni qanday izohlash mumkin? Siz yosh kattalar orasida toping. Xuddi Ashobul Kahfga o'xshab butun bir qavmiga qarshi yo'q deb chiqqanlarni. Biz osmonlar va yerni yaratgan Robdan boshqa hech kimni tan olmaymiz. Yo'q boshqa iloh. Senlar duo qilayotganlar hammasi soxta ilohlar deb chiqqan birorta pensionerni ko'rdingizmi? Zulm qilayotgan eng katta kuch egalari, pul egalariga qarshi chiqayotgan qariyalar jamiyatini ko'rdingizmi? Ko'radigan bo'lsangiz menga ayting, men o'sha efirdagi shu joyni olib tashlayman, chiqib uzr so'rayman. Yo'q. Muhammad alayhisalom 40 yoshda payg'ambar bo'lganini o'ylab ko'ring. 40 yoshdagi yoshlarga lider bo'ladimi yoki chollarni ergashtirib yuradimi? 23 yil mobaynida tarbiyalaganlar, keyin yana 30 yil xalifa bo'ladiganlar pensionerlarni orasidan olinadimi yoki yoshlar orasidanmi? Hazrati Ali 13 yoshmi, 8 yoshmi, necha yosh? Zayd ibn Harisa 8 yoshmi, 13 yoshmi shunaqa. Eng o'sha jannatiy deyilgan ismlar. Sa'd ibn Abi Waqqas 14 yoshmi, 16 yosh bo'lgan. Hammasi shu Zubayr, u ham shu 14 yosh, 13 yosh shunaqa yoshlar. Yosh paytida qalbi tirik bo'ladi. Eng oliy narsalarga intiladigan bo'ladi.
haqiqatni asl nima ekanligiga tashna bo'ladi. Ana shu paytda beriladi. Butun hayotidagi kuch-quvvat hammasi ketib, faqat endi Azroil alayhissalomni kutib yurgan odamga borib aytsang, ha yaxshi deydi, bo'ldi. Bitta birov qilich ko'tarib keladigan bo'lsa, Stalin buva oq podshohning duosi yangidan boshlanaveradi. Ko'rmayapsizmi bugun? Bütün zolimlarga chollar yoshlarni bo'ysundirib berayotgan. Zolimlar ham keladi, chollarni yig'ilib majlis o'tkazadi. Nega? Yoshlar u chollarni ko'rib, ha, demak kattalar bu narsa bilmasa aytmaydi deb qabul qiladi deb o'ylaydi. Ana shunda nayrang. Hozirgi yoshlar orasida gunoh avjiga chiqqan bo'lsa, unga e'tibor bermang. Gunoh avjiga chiqmaydi deyilmayapti bu joyda. Ana shu atrofdagi gunoh, shirk, zulmga qarshi chiqadiganlar faqat yoshlar orasidan chiqadi. Qariyalar orasidan emas. Like bosaylik, boshqalarga ham yetkazish uchun. Like bosinglar. Aslida fiqh kitobidan boshlangan ekan bu yolg'on uydirmalar. Alhamdulillah ajratib ko'rdim men. Hamma mulla bitta qolipdan chiqqan. Shunday. Fiqh kitoblari Qur'onda aytilmagan, mana 5-surada kelamiz hali. Qur'onda aytilmagan narsalarni Alloh juda bir unutib qo'ydi emas. Bularni diniy mavzu qilishni zarur ko'rmadi. Ovqatni qaysi qo'lda yeyish kerak? O'ng qo'ldami, chap qo'ldami? Qoshiqdami, vilkadami? Xo'p, qaysi qo'lda yesang nima bo'ldi? Birovning haqqi poymol etildimi, yo'qmi? Yo'q, unda ixtiyoring. Hojatga qaysi oyoqda kirish kerak? O'ng oyoqdami, chap oyoqdami? Chiqishda qaysi oyoqdan chiqish kerak? Bu nega bu diniy mavzu bo'lib qoldi? Din degani o'zaro ijtimoiy haq-huquqlar. Kimning haqqi poymol etilyapti? O'ng oyoqdami, chap oyoq? Yo'q hech kimda. Demakki bu diniy mavzu emas bu. Tushunyapsizmi? Musiqa eshitasiz. Musiqa bir instrumental masala. Hech bir so'zlari ham yo'q. Shunchaki ohang. Halolmi, harommi? U nimaga endi halolmi, harommi bu mavzuga kim tortqilab olib keldi? Halol, harom degani birovning haqqi poymol etilayotgan bo'lsa harom bo'ladi. Haqqi poymol etilmayotgan bo'lsa u harom bo'lmaydi. Musiqa tinglashda birovning haqqi poymol etilyaptimi, yo'qmi? Yo'q. Demakki bu diniy mavzu emas. Ana shunaqa. Bular diniy mavzu qilinmasligining sababi Alloh juda bir esidan chiqib qoldi emas. Yoki 1400 yil o'tgandan keyin yuzaga keladigan vaziyatlarni bilmagan edi degani uchun emas. Bilgan hammasini. Faqat insonlar orasida haqlar poymol etiladigan mavzularni diniy mavzu qilib halol haromni belgilagan. O'ldirma, o'g'irlama, tuhmat qilma, tajovuz qilma. Bular 1400 yil oldin ham bor edi, hozir ham bor. Mana shulardan tiyilish kerak. Ya'ni boshqa haqlarga tajovuz etmas kerak. Ana shu diniy mavzular. Suvni o'ng qo'ldami yoki chap qo'ldami ichish kerak degan mavzu u g'irt bekorchilarni dinni umuman anglab yetmagan farosati muammoli bo'lgan odamlarni uydirgan narsalar. Valyuta furushlik sudxo'rlik emasmi? Pulni pulga urishtirib foyda topishadi. Unda qilmang. Shubhangiz bo'lsa qilmang. Mendan so'ramang bunaqa narsalarni. Mullalar erkaklar, ayollarga rahbarlardir. Nisa 34. Ayollar ojiz bo'lgani uchun erkak rahbar deydi. Bu qanchalik to'g'ri? Musa, biz hozir 100-oyatga keldik. Siz sal insof qiling. Oldinroq o'sha 34-oyatni aytganimizni eshitib ko'ring.
hali kelmagan suralar bo'lsa ham endi tushunishimiz mumkin. Ayni bu oyatlarni aytib o'tib ketganimizdan keyin qaytib kelib boya nima deyordingiz, qaytadan aytib bering deganda qilib bo'lyapsizlar. Mo'min banda kofir bandadan katta qarz bilan Allohga yo'liqsa nima bo'ladi hukmi? Mendan hukmini mendan so'ramang. Alloh o'zi hukm qiladi. Men Iqro 114 ni Qur'oni Karimni o'qigandan beri hadisdan voz kechdim. Men izlandim, fikrlarim o'zgardi. Alloh bardavom qilsin. Shu hafta mullalar soqqa qiladigan kuni kelyapti. Juma namozida payg'ambarning tug'ilgan kunini nishonlashadi, mavlud o'qib. Payg'ambarni mavludini o'qishadi-da, lekin boshqalar mavlud o'qsa sarosimaga tushishadi. Masalan, xristianlar Rojdestvo nishonlaydi. Rojdestvo bu mavlud degan. Rojdestvo masalan ruschada tug'ilgan kun, tug'ilishi degan. Mavlud valada yuladu mavlud tug'ilish degan. Nega endi Allohning payg'ambarlarining bittasini tug'ilgan kunini nishonlashadi-yu, boshqani nishonlaması kerak. Hatto kufr deydi. İsa'nın tug'ilgan kuni Rojdestvoni nishonlash kufr deydi. Nimaga endi kufr? Payg'ambarning tug'ilgan kuni nega kufr bo'lib qoldi? Qayerdan qulog'idan cho'zib olib keldinglar bunaqa hukmni? Payg'ambarning tug'ilgan kuni kufrmish. Qur'oni Karimda men sizga shunisini aytay. Muhammad alayhisalomning tug'ilgan kuni haqida bironta oyat yo'q. İsa'nın tug'ilgan kuni haqida oyatlar var. Assalamu alayya yawma wulidtu va yawma amutu va yawma ub'asu hayya. 19-surada. Men tug'ilgan kunim menga salom bo'lsin. Alloh keltiradi ana shu so'zlarni. İsa alayhissalomning tug'ilgan kunida Alloh unga salom e'lon qilgan. Kimlardir buni nishonlasa kufr. To'g'rimi? Muhammad alayhissalomning tug'ilgan kuni deb hech kim bilmaydi. Qaysi oyni, qaysi kunida tug'ilganini hech kim bilmaydi. Duch kelgan bitta sana tarixni olishgan. Ana shu tug'ilgan kuni. Kim ko'rdi? Metrika verilarmidi yoki vaqt mashinasida borib bilib keldinglarmi? Qayerda bildinglar? Bir joyga qarab fol ochib shunday chiqarib olishdi. Bu endi halol bo'ldimi? Allohning oyatidagi harom, bularni bir joydan ochgan foli halol. Ko'zinglarni ochinglar. Ko'zinglarni ochinglar. Xuddi boyaga aytgan mu'minni qasddan qatl qilib o'ldirishni din deb yurgan odamdan deyarli farqlanib qolmaydi bu ahvolda. Alloh nega bunday og'ir shart qo'ygan? Jannat sari yo'nalishni hamma ham siz kabi tushunmasa, Qur'onni hamma siz kabi filolog bo'lmasa, ana ular hamma deb hammani dardi qachondan beri sizlarning boshingizga tushib qoldi. Hamma degan narsani chetga suringlar. Hamma uchun siz qayg'urayotganingizni hammani parvosiga ham kelmaydi, qizig'i ham yo'q, keragi ham yo'q. Siz o'zingizni o'ylang. Siz o'zingizning oxiratingizni o'ylang. Qur'onni anglagingiz kelsa, butun imkoningizni ishga solasiz, anglashga harakat qilasiz. Anglagingiz kelmasa, bahona millionta. Ota-bobomizni qanday ziyorat qilsak, shirkdan yiroq va Qur'onga muvofiq bo'ladi, bilmayman. 487-488 oyatiga ko'ra munofiq bu kim? Uni belgilari qanday? Munofiq bundan oldingi oyatlarda ko'rdik. Alloh nozil qilgan narsaga kelinglar degan paytda kelmaydi. Qur'onga kelinglar, Qur'ondagi hukmdan Rasul sizlarga hukm chiqarsin deganda ular
yashirincha eski o'sha kufr markazlariga qatnaydi. Ulardan hukm oladi, keyin peshonasi to'q etgan paytda keladi. Niyatimiz yaxshi edi bizlar, yaxshi, yomonligiga hech istamovdik deya. Ana shular. Yashirincha kofirlar bilan hamkorlik qiluvchilar, munofiqlar shular. O'zbek tilida qanday bo'ladi? Munofiq bu arabcha so'z. Munofiq kalimasini o'zagida nafaqa, yanfaqu, yunafiqu, nifaqu, infaq hammasi shu. Yerni kalamush teshib in quradi, yerni tegidan yashirincha bir yoqlardan ketadi. Ana shu. Kalamushni yer ostidagi o'sha yumron qoziqmi nima deysiz? Ana shuni iniga aytiladi. Yashirincha bir yo'llar degan. Infoq berilgan rizqdan bir qismini yashirib, ayirib muhtojlarga beradi. Yashirincha beradi. Juda bir riyo qilib emas. Maqtov, like'lar, haligi selfilar bilan emas. Yashirincha borib berib ketadi. Mana shu joyda muhtoj bor ekan deydi, sekin borib berib ketadi. Birov bilib, birov bilmaydi. Infoq bu. Nifoq ana shu bir qismini yashiradi. Bir qismini yashiradi-yu, muhtojlarga bermaydi, o'ziga olib qoladi. Bu moddiy jihatdan. Ammo Qur'ondagi munofiq degan kalimaning ma'nosi Alloh nozil qilgan narsaga ergashishni o'rniga yashirincha yumron qoziqni enini eslang. Yashirincha eski o'sha shirk rahbarlari bilan birga o'sha shirkni davom ettiradi. Yashirincha. Bir qismi tashqi ko'rinishi Qur'onga, musulmonlarga o'xshashga yo'nalgan, bir qismini eskicha o'sha shirkida yashirincha. Mu'minni qatl qilishi mumkin emas degan oyatga ko'ra, bu oyatda mu'minni qalbini ham o'ldirmaslikka ishora bormi? Qalbini o'ldirmaslik bular so'filik atamalari. Qur'on so'filik emas. Qur'on konkret ijtimoiy harakatlar, ijtimoiy haq-huquqlar, ijtimoiy munosabatlar. Qalbimni o'ldirdi deganini qanday isbotlaysiz, qanday rad qilasiz? Keldi bir qo'shningiz qozini yoniga, dediki, kimdi savol bergan? Musa. Musa meni qalbimni o'ldirdi. Siz dedingizki, yo'q, men qalbingni o'ldirmadim. Ol, ana endi isbotla. Qanday isbotlaysiz? Unaqa narsa bilan din barpo bo'lmaydi. Konkret o'zaro munosabatlarda moli, joni, obro'siga tajovuz bormi, yo'qmi? Tuhmat qilding. Qayerda? Falon joyda. Qani dalili? Mana zapisi. Mana ovozi, mana videosi yoki mana guvohlar. Bu konkret isbotlanadigan narsa. Mendan ba'zida so'rashadi. Musa, Isa musulmon bo'lganmi yoki yahudiy va xristianmi? Musa alayhissalom davrida yahudiylik degan din bo'lmagan. Keyinchalik chiqqan sekta. Iso davrida xristianlik degan bo'lmagan, keyinchalik chiqqan sekta. Yana men sizga davomini aytay. Muhammad alayhissalom davrida sunniylik, shiyalik degan narsalar bo'lmagan, bular keyinchalik chiqqan sekta. Qur'on buyurgan narsa keyin chiqqan sektalar emas, o'sha Musaga kelgan, Isoga kelgan va Muhammadga kelgan mana shu kitobga iymon keltirib, shunga amal qiling deyilgan. Alloh uchun jang qilish hozirgi kun uchun qanday tushunish to'g'ri? Bugun kimlarning haqqi tajovuz etilayotgan bo'lsa, ana shularning haqqini himoya qilish uchun qilinadigan jang. Masalan, o'ruslar Ukrainaga bostirib borishdi. Ana shu Ukraina himoyasiga qilinadigan har qanday harakat ana shuni bir parchasi bo'ladi. 2-3 oydan beri eshitib, haqiqatni topa boshladim. Rivoyat va hadislardan voz kechdim.
eshitgim kelmay qoldi. Chunki ularga javob topolmay yurgan edim. Endi to'g'ri Allohning dinini tushuna boshladim, deb yozyapti. Hello friends. Alloh bardavom qilsin, sobit qilsin. Juda ko'p odamlar kelib haqni tanib qabul qilaman deb oxirgacha turib berishi, undan keyin sinov keladi. 67-sura 16-17 oyatini tushuntirib bering. Qani u oyat? Qani u oyatni o'zini ne keltirmadingiz? Ya men borib izlab keltiraymi? Sekretarga topshiriq berishingiz juda yoqadi menga. Ya ofitsiantka. Menga mana bitta bu narsani pishirib olib kelvor degandaydi. Ana u delani mana bu joydagisini menga keltirib bering deganday. Sizni Qur'oni Karim tarjimangizda topa olmayapman. Linkini tashlay olasizmi? Rahmat. Meni linkim 1 yil yo'q. Hattoki undan ham ko'p turibdi nimalarda. Saytimda ham turibdi, Telegram kanalda ham turibdi, akademiyada ham turibdi, Facebookda ham turibdi, Twitterda ham turibdi. Ataylab qiladi bu odamlar bor-ku. Ukraina Rossiya urushi haqida gapirmadingizmi? Ukraina urushi 8 oy Ukraina yutqazmasa bo'ldi. Rossiya yutqazadi. Men sizga eng kalit joyini aytaman, qolganini shunda ham hamma aytib yotibdi. Hamma aytayotgan narsalar men aytmayman. Iqror 114, iqror emas, iqro. Tarjimasini qayerdan topib o'qisam bo'ladi? Javob uchun oldindan rahmat. Iqra 114 degan Telegram kanaliga kiring va eng tepada o'chmaydigan qilib qo'yib qo'yganman. Iqra 114 Qur'on tarjimalari deya tekinga turibdi. Tekinga. Sizdan bir tiyin so'ramaydi. Shuni ham haligacha qayerdan topsak bo'ladi deysiz. Topganlardan so'rang, qayerdan olding deya. Sizga ham bitta kopiyasini yuboradi. Kamayib qolmaydi. Есть ли в Коране, которым мусульмане должны помогать защищать от неверных? Если есть, то если мусульмане не защищают друг друга от неверных, то какое наказание их ждет? Наказание такое же, как и для всех. Вот почитайте аяты, где говорится о Бани Исраиль, которые отказались помогать друг другу, и Аллах наказал, выселил всех. Там вавилонский плен именно из этого. Yahyo Adham, senga vahiy qilingan narsaga ergash. 10:109. Ha, Alloh hukm qilmaguncha sabr qil deyilgan ekan. Vahiy tushirishni kutganmilar yoki Qur'on bir kechada nozil qilinganmi? Aloqasiz narsalar. Aloqasiz narsalar. Vahiy bir kechada nozil qiling, Qur'on bir kechada nozil qilingan, ha. Vahiy tushishini kutganmi? Vahiy bir kechada emas, Qur'on bir kechada nozil bo'lgan. Qur'on degani Ar-Rahman Ar-Rahim ismi, moddiyat va ma'naviyatni birga sintez qilish ta'limoti. Mana sizga bir o'tirishda qo'shish, yozish, ko'paytirish, ayirishni o'rgatib qo'ydi ustozingiz arifmetikada. Bo'ldi, undan keyingilari 10 yil davomida o'qiysiz. Logaritm, nima edi? Integral, trigonometriya, sinus, kosinus, tangent, butun bularning hammasi, algebra, analiz, bütün bularning hammasi ana shu 4 ta nima asosida quriladi? Arifmetik ishlam asosida. Vahiy qilingan narsaga ergash, surani bir to'liq o'qib ko'ring. Boshidan oxirigacha nima haqida? Sen Qur'onni o'zgartir yoki boshqa Qur'on keltir deydi odamlar.
Sen ayt, men buni o'zim o'zgartirmayman, men faqat o'zimga kelgan vahiyga ergashaman. Senlarga yoqmasa, u seni muammoing. Ana shu pozitsiya. 109 da ham xuddi ana shunga takror, avval qanday bo'lsa, oxiri ham shu bilan tugaydi suralar. Shu mavzuga qaytiladi. La ilaha illalloh kalimasiga Muhammadur Rasululloh hadischilar qo'shganmi yoki Qur'onda bormi? Qur'onda ikkalasi yonma-yon kelmaydi asla, hech qachon. La ilaha illalloh aytilayotgan, tushuntirilayotgan paytda, Alloh yagona ilohligi tushuntirilayotgan paytda yoniga hech bir shaxsni ismi tiqishtirilmaydi. Oddiy inson bo'lsin, payg'ambar bo'lsin, ulug' payg'ambar bo'lsin yoki hammasidan ulug' deyilgan payg'ambar, hech kim. La ilaha illalloh bo'l, nuqta. Muhammadur Rasululloh degan oyatlar bor, to'g'ri. Xuddi shunga o'xshab biz Nuhni yubordik rasul qilib degani bor. İbrahim innehu kana siddiqan nabiyya. Siddiq nabiy edi İbrahim degan İbrahimni nabiyligi haqida bor. Boshqa payg'ambarlarni rasulligi haqida bor. Lekin la ilaha illallohni davomida boshqani ismi yo'q. Nega bilasizmi? La ilaha hech qanday iloh yo'q. Illa faqatgina mana shu bor deganda Alloh nuqta qo'yilishi kerak. Allohdan o'zga iloh yo'q degani bo'ladi. Agar Alloh davomida Muhammad Rasululloh bo'lsa, Alloh Muhammad Rasululloh mana shulardan o'zga iloh yo'q degani bo'ladi. Alloh bilmabdimi mana shunaqa egri taraflarga burib ketish shakli yashirin qolib ketishini. Unga ham fursat bermagan. O'zbekistonning prezidenti kim? Ana sizlarga savol. O'zbekistonning prezidenti kim? O'zbekiston fuqarosiman degan odamga qani O'zbekiston haqida ayting. O'zbekistonning prezidenti kim edi hozir? Mirziyoyev. O'zbekistonning prezidenti Mirziyoyev, O'zbekistonning bayrog'i shu, O'zbekistonning gerbi shu, O'zbekistonning madhiyasi shu, O'zbekistonning poytaxti Toshkent. Mana shular O'zbekistonga taalluqli rasmiy butun dunyodagi. Siz uni yoniga viloyat hokimlaridan bittasini ham qo'shyapsiz. Alloh yuborgan rasullardan bittasi Muhammad alayhisalom, to'g'ri. Siz u joyga Allohni yakka-yu yagona ilohligini yoniga qo'shib aytdi. Usiz Alloh yakka-yu yagona iloh bo'lmaydi deganday. Masalan, viloyat hokimi kim deylik? Eshmatov Toshmat. O'zbekistonning prezidenti bu va Eshmatov Toshmat hokim. Eshmatov Toshmat bo'lmasa Mirziyoyev prezident bo'lmaydimi? Yoki u bunga bog'liqmi? Eshmatov Toshmatni aytsang, Mirziyoyevni prezident desang ham qamalasan. Sen O'zbekiston fuqaroligidan o'chasan deb kelsa bittasi, xuddi shunga o'xshagan bu. La ilaha illalloh deyotgan insonga Muhammad Rasulullohni ham qo'sh. Qo'shmasang la ilaha illalloh to'liq bo'lmaydi. Ya'ni Alloh yakka iloh bo'lmaydi. O'ylab ko'ring, nima deyilayotganini bunday o'ylab ko'ringlar. Bu arablarni haqiqatdan esi joyida emasligini payqab yetasiz. Alloh yuborgan 19 ta ilohiy kitobning oliy g'oyasi insonlarni faqat abadiy jannat yoki jahannamdan ogohlantirishmi? Ogohlantirish oxirgi ismi. Mana shu dunyoda barpo etish asosiy narsa. Barpo eta bilsang, oxiratda bir narsaga umid qilsang bo'ladi. Mana shu dunyoni g'irt kashiga aylantiradigan bo'lsang, oxiratda hech narsa umid qilma degan. Nomahramlik. Nomahramlik degan narsa yo'q. Qur'onda nomahramlik degan narsa, unaqa kalima yo'q. Nikoh taqiqlangan ayollar bor bo'ldi. Undan keyin yolg'iz bemalol oilaviy sharoitda qolinadigan paytdagi yaqin qarindoshlar bor bo'ldi shu. Nomahramlik bu endi mullalarning shu faqat xotinning avrati, xotinning mahram, nomahram ana shu kasallik. Chiqib ketinglar undan.
La ilaha illalloh degan inson jannatga kiradi degan gaplar bor. Yoki hadislar bor. Siz nima deysiz? Hadislar uchun men javob bermayman. Samarqandiydan eshituvdim, rost bo'lsa, Samarqandiydan so'rang. Qur'onda Muhammad ismi sifatni bildiryapti. Qur'ondagi ismlar ham ismni bildiradi, ham sifatni bildiradi. Muhammad degan ismi insonni pasportidagi kabi ismi bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa, u joyda uni xislatlari bo'lishi mumkin. Xislatlari. Masalan, Musa degan ism suv degan. So degan o'g'il degan. Musa suvdagi o'g'il degan. Lekin ularda Musa deb ana shu Musa alayhissalom tushuniladi. Muhammadga ham uni ota-onasi bergan ism sifatida qaraladi va uni barcha maqtovli xislatlar tashigani yoki Allohni doimiy maqtaydigan inson sifatida qaraladiganlar bor. Bu endi talqinlar. Ammo Qur'ondagi Muhammad degan ism mana shu ism. Zino qilishni hayol qilgan odam amalda qilgan bilan birdek deyapsiz. Hayol qilgan demadim. Aniq fikrlashni o'rganinglar. Hayol qilish boshqa, uni qalbida halol sanab orzu qilish boshqa. Chetni o'zida gapni burvoryapsiz. Endi faraz qiling, hadislar 100 yillar orasida qanaqa переработка bo'lib o'tgan. Savob qilishni hayol qilgan odamchi, hech qanaqa savob qilishni hayol qilgan odam hayoli uchun savob olmaydi. Amalda qilgan odam bilan birdekmi? Yo'q. Birdek emas. Hayol qilsak olaveramiz deganingiz unday emas. Hayol qilgan hayol bo'lib qolaveradi. Laysa bi amaniyikum va la amaniy ahlil kitob. Sizlarning hayolinglar bilan bo'lib qolmaydi. Ahli kitobning hayol bilan bo'lib qolmaydi. Savob, jannat, yaxshilik deya. Biz ham Qur'onni yetkazishda yoshlar bilan shug'ullansak to'g'ri bo'lar ekanda. Albatta. Hozirgi o'rta katta yoshlar o'ris qul bo'lib yetilib bo'lishdi. Endi bir xonaga nur kirmasa, shu qorong'ulik, zulmat bo'lib yotaveradi. Qur'onni yetkazmaydigan bo'lsangiz, shu o'risni propagandasi yetib boraveradi. Hamma shu o'ris qul bo'lib yuraveradi. Bosqinchini doda deb g'alaba tilab yurishdi. Shunaqa. Borib unga qul bo'lish shart emas. Qalbida o'sha Putin, Krishna nima edi? Shunga haligi cho'qinayotganlar bo'ldi. Ertaga Xudo ko'rsatmasin kelsa qo'shqo'llab topshiradi vatanni ham, tuprog'ini ham. Allohning roziligini eslamay bir insonga yordam bersa, ajr savob bo'ladimi? Bu bekorchi savollar bular. Siz birovga bir yordam ber ko'ring. Allohni eslaysizmi yo'qmi keyin ko'ring. Siz Allohni eslamay unga yordam bersangiz, yordam bergan odamingiz eslatib qo'yadi sizga Allohni. Xo'p, bugungi savollar mana shular. Oxirgi savol kelib qoldi. Arablarni uydirmasimi deb so'ragan edim. Arabparastlar boshqa payg'ambarlar haqida ko'p ham gapirmaydi. Boshqa payg'ambarlarni gapirishi taqiqlaydi. Musa kelgan bo'ldi. Iso kelgan bo'ldi. Musa nima olib kelgan, o bilmaymiz. Tavrat buzilgan. Injil ham buzilgan. Injil yo'q hozirgacha. Unda nima? Unda hadislar. Qani hadislar bormi? Hadis yo'q hozirgacha. Og'izma-og'iz yurgan, kimlardir yozib qo'ygan, shular hadis. Nima farqi bor? Injil yo'q deyapsan, bu ham yo'q demakki. Injil hech bo'lmasa Alloh tarafidan nozil bo'lgan. Ammo Buxoriy Alloh tarafidan nozil bo'lmagan. Kofir. Bo'ldi, sen kofirsan.
Men kofir emas, men savol beryapman faqatgina. Shu oddiy bir tahlil. Alloh tarafidan nozil bo'lgan Injil, Alloh tarafidan nozil bo'lgan Buxoriy, to'g'rimi? Yo'q, Alloh tarafidan nozil bo'lmagan rivoyatlar bilan kelgan. Lekin Alloh tarafidan nozil bo'lganmi yo'qmi desangiz, yo'q. Demakki, bu bandani ijodi. Shunaqami? Bandani ijodi emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning so'zlari. Nega yozmabdi vaqtida? Chunki Qur'on bilan qorishib ketadi. Ne u paytda odamlar shu fahm farosati yetmasmidi, qorishib ketadi deb yozmagan u. Keyin sizlar juda fahmli, farosatli bo'lib qoldingiz. Hozir yozib yodlab yuribsiz, qorishmayapti. Qarang mana islom shariatida qorishganning ichidan chiqib bo'lmaydi. Qaysi hukm hadisga ko'ra, qaysi hukm oyatga ko'ra bilib bo'lmaydi. O'zlari bilmaydi kerak bo'lsa. Oldin hech nimani tushunmay yurar ekanmiz. Shunaqa. Qur'on qalblarni ochadi, zehnlarni ochadi, atrofga ko'zni ochadi. Qur'onni ko'proq eshitinglar, ko'proq tadabbur etinglar, mushohada, mulohaza etinglar. Faqat insonni o'ziga foyda. Sekta, mazhab, tariqat, boshqalar sizni zararingizga. Dunyoingizni ham boy berasiz, oxiratingizni boy berib bo'ldingiz уже. Qur'onga qaytmaguncha hech narsaga erisha olmaysiz. Bo'ldi shu. Bugungi kelgan oyatimiz 100-oyat. Inshaalloh keyingi suhbatda 101-oyatdan davom etamiz. Hozircha assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.